Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlarga havola qilinadigan hikoyamiz insonni eng og'ir lahzalarda ham najot yetkazadigan bir qurol bor. Bu qurol aqldir. Mana sizga tarixdan olingan ibratli bir voqea. Bu voqea zulm bilan tanilgan hokim Hajjoj va unga duch kelgan keksa donishmand haqida. Aql degani mana bunday bo'libdi. Hajjoji zolim bir kuni hamsuhbatlari bilan dala sayriga chiqdi. Hamrohlari orqaga qaytib ketdilar. Hajjoj esa yolg'iz o'zi qoldi. Shu payt u bir qari cholga yo'liqdi. Hajjoj chol bilan bir oz bahs etib hazillashmoqchi bo'ldi. Ular o'rtasida quyidagi suhbat bo'lib o'tdi. Hajjoj cholga: "Qayerliksan?" dedi. Chol: "Shu qishloqdan, Bani Ijil qabilasidanman" deb javob berdi. Hajjoj: "Hokimlar haqida nima deysan?" Chol: "Allohning qahri kelsin ularga. Hammasi orsiz, zolim" dedi. Hajjoj: "Xo'sh, Hajjoj haqida fikring qanaqa?" deb so'radi. Chol: "U hammasidan ham zolim. Hajjoj barchasidan battarroq. Alloh Hajjojning ham boshqa zolimlarning ham jazosini bersin, ilzini quritsin" dedi. Hajjoj cholga tikilib: "Ey chol, bilasanmi men kimman?" dedi. Chol: "Qayerdan bilay? Bir martabali zotdirsan" dedi. Hajjoj: "Hajjoj o'sha men bo'laman" dedi. Shunda chol qo'rquvdan emas, aql bilan javob qaytardi. "Qurboning bo'lay, ey hukmdorim, sen ham bilasanmi men kimman" dedi. Hajjoj: "Qayerdan bilay sen kimsan" dedi. Chol: "Men Bani Ilij qabilasining eng mashhur tintagi, Amir o'g'li Zayd bo'laman. Har kuni shu soatlarda tintagligim tutib qoladi" dedi. Hajjoj cholning bu aql bilan qilingan javobidan mamnun bo'ldi. Qattiq kuldi va unga hadyalar berib ko'nglini ko'tardi. Ey tinglovchi, aqldir insonni halokatdan asraydigan eng buyuk ne'mat. Chin aql egasi baloni chaqirmaydi, balki undan najot topadi. Vaqtida aytilgan dono so'z qilishdan o'tkir, qalqondan mustahkam. Mana shu voqea bizga shuni o'rgatadi. Aqlli odam har qanday vaziyatdan yo'l topadi. Hikoyamiz manzur bo'lgan bo'lsa, like bosing, izoh qoldiring va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, sog' va omon bo'ling.